Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kunimizni Shuvat Qo'snonovga yetib berdik. Akrilla, inoksit, alyumin hamma narsalar ulandi, xudo xolasa dimoxotlari. 2 motorli dimoxot qo'yildi, ko'mirlar. Uni ulanib, ular chiqib ketdi. Stol Eron stol bo'ladi. 3 ekilik MDF stolishniца. Ishlar 2 etaj. Original qo'llab qo'yildi. Poni puxa, xudo xolasa. Nishi tupik variant bo'ldi. Makina ustlarına su shilgalari ham mustafiga etildi. Xonadonning nusxun tomchikalari ham xudo xolasa 0 keldi. Bez zazor. Moykalarni amalab berdik. Full moyka qo'yildi. Stakan chayada sharsharalarni dars ishlatib xudo xolasa. Saram kanalizatsiyasini ulaversam oldu. Kırmaşın 3. ayda aşağı ketadi, to'shni razmer. Qurilmalar ham berisi do'chikli bo'ldi.